Akmal. O Akmal. Labbe dedejon. Ha qarab oğlum. Mana shu qo'shnidan qozonni olib chiqqan bir qozon kabob qilaylik. Ha? Ota bola bir qozon kabob yeylik. Xo'p bo'ladi dedejon. Dedejon. Ha, olib chiqdingmi oğlum? Yo'q, siz aytgan qo'shnilarning hech qaysi biri qozonni bermadi. Nega bermas ekan? Yonimizdagi qo'shni o'tkazib qozonimizni bergandik, yuvmasa olib chiqib berishlardi, bermadi. Aka endi yuvma berganimizga shukur qilsin. Ularni qozoni qachon unaqa go'sht ko'ribdi, qachon unaqa yog' ko'ribdi. Hech bo'lmasa bitta odam non surib yesa to'yadigan ovqat bor ichida uni. Non shukurlar. Nargisiga chiq, tepadagiga chiq. Ular bo'lsa qozonimizni qoraytirib yuborishlardi, bermadi. Ey, menga qara, menga. Ovqat qilgandan keyin qozon qorayadi-da. Ularning qozoni qachon ovqat ko'ribdi, ha? Biron marta ovqat qilganmi, olov ko'rganmi qozoni? Olov ko'rgan qozon, ovqat qilingan qozon qora bo'ladi. Biznikiga o'xshab. Bor, pastdagi qo'shni olib chiqdim. Yugur. Pastdagi qo'shni qozonimizni qirib qo'yishlardi, bermadi. Qirib qo'yibdi. Bekor aytdi. Qozon mingirasa to'lanadi. U ovqat qilgan bilan qirilmaydi u. Prosta bergisi kelmagan-da, bergisi kelmagan. Qanaqa qo'shnilar? Dada, nima o'zimizni qozonimizni ishlatmaymiz? O'zimizni qozon esing joydamisan, ha? Burib boshing yoraymi? Qozon qorayadi, qiriladi, eskiradi. Bu gapni bir aytding, qaytib aytma. Bor qozon topib kel. Nima?